qilyapti? Urushamizmi birga bir? Urishamiz. Qo'lingizni oling, mana bunaqa gaplashavermang. Nima chaqir? Maqar endi. Tayson o'zlarimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Nima chaqirdingiz meni? Nima muammo? Telefon sotishim kerak, 17 Pro Max olishim kerak. Xo'p, Saturn chaqirdi-da, mana birga bir urushmoqchi ekan. Sizda ham shunaqa muammo bormi? Urushib olish kerakmi sizga? Problema kerakmi? Yo'q, problema kerak emas, menga sizga kerak o'xshayapti. Nima urush tashyapti? Urushamizmi birga bir? Urishamiz. Qo'lingizni oling, mana bunaqa gaplashavermang. Nima chaqir? Maqar endi. Saturn bilan, eshitding meni, Saturn bilan oktagonda urushadigan bo'ldik. Siz bilan ko'chada urushaveramiz, nima deysiz? Farq qilmaydi, yur. Yo'q, qo'lingizni oling. Yur, mana mashina olib ekib qo'yamiz. Tushunmadim sen. Man qarang endi, qo'lingizni tushirib gaplashing men bilan. Men turishimga ishonmang. Bo'ldi, gapni qizaytirma, men telefon sotishim kerak, nech pul olasan? Xo'p, 16 Pro Max a? 16 Pro Max. Men bilan urushgan chaqirdingizmi? Telefoningiz sotilar ekan, o'shani gapirmaysiz menga. O'zi vizit tashlayapsan, boshqa qilyapsan, kelgan. Sansirab gaplashma men bilan. Senga emas sansirab gaplash. Voy, telefonni ko'r. Xo'p, 16 Pro Max nima bo'lgan buni tagi? Oho, shakarcha ochilganmi bunda? Yangi-ku, qayar bayna bu? Hech narsa qanchami? Kodi nechi buni, xo'p? Face'mi? Kodi Face ko'radi. Ochildimi? Face'ni ko'rgan, ha. Ochildi bu. Bo'ldi, xo'p. Face'ga nima bo'pti? Face bu Face million dollarlik Face turadi. Bu bilan bitta bor, yer yuzida bittasi Tysonda, bittasi bunda. 89 yonks ekan, qachon olingan bu telefonni o'zi? Uyun. A? Uyun. Uyundami? Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, urushmasdan gaplashaylik, maylimi? Qarati necha pul naqd berasan? Xo'p. Yomon sansirab tasharkansan lekin 200 mana qara. Mening telefonga 750 dollar pul beraman. Telefon oqib qopti-yu. 750 dollar? Ha. Men buni urishib qo'yganman. Menga qara, Tayson normal oldin kelib gaplashaver, 750 dollar pul beraman. Bu kimning telefonini bilasanmi? Mayda O'zbekistonga Tysonning telefoni bilasanmi? Narxi o'sha. Telefoningni yerda olib borasan, telefon magazinga qo'ysang, million dollarga sotasan. Sotib prosta 17 Pro Max olishim kerak, biroq sen normal odam degancha bo'ldi. Qara, bitta gap, pulni ber. 8 dollar pul berdim telefoningga. 17 Pro Max o'zim narxida qilib beraman. Bo'ladimi? 1000 dollar. Yo'q, 8 dollarga ber, 17 Pro Max o'zim narxida. 500 dollar ekanman. Realni arzon qilib beraman 17 ni. Onasini emsi mana maydalashim 850 dollarga baraka. 900 dollar. 850 dollarga baraka. 850 dollar baraka. 850 dollar. Barakami? Baraka. Onasini saniyman, bo'ldi mana. Bitta motivatsiya ishlaylik. Hozir mana shu kunlarda yomon telefon burishlar ko'payib ketyapti. Ko'p allardi, men chaqirib boshqa qilib bitta ikkita tashlab olaman. Mazasini qochiraman, lekin gapi yo'q, mujik odam ekansan. Bo'l. Realni pul berdimmi? Bo'ldi gap. Barakasini bersin. Men ko'rishlarim telefon o'tdi, tekshirib olaman. Bo'ldi. Yana bitta narsa, yaqinda iPhone konkursini qilyapmiz biz. 100 mingta bo'lishimizga iPhone beraman podpischilarga. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa hamma xizmat ishini shunaqa chiroyli bitirib beramiz. Baraka.